Assalomu alaykum. Xo'p, mana yana bitta obyektimizni boshlaganmiz Qibray tumanidagi. Xo'p, bu joyga 10 kilovatli bir fazali quyosh panellarni qo'yib beramiz. Xo'p, invertorimiz doimgidek deya. Mana bir faza 10 kilovatli. Xo'p, panellarimizni bu tarafga qo'yganmiz. Mana panellarimiz. Xudo xolasa bu yoqdan olib kelib, tommachi bilan mana shu joyga, mana shu joydan olib kirib montajini qilamiz hozir. Xo'p, mana tepadan ko'rinishi 10 kilovatli obyektimiz. Ikkita qatori bo'ldi. 8 dan 16. Panellarimiz qanaqa? Panellarimiz Jinko 625 wattli ekan. Mana 8 dan 16 ta panel ko'rinish. Quyoshimiz bu yoqdan chiqib mana shu yoqqa o'tyapti mana. Profillarimiz 4x2 1.7 steng. Alyumin kirpinlarida qotgan hammasi. Hop, mana kech bo'lishiga qaramasdan obyektimizni tugatdik. Mana shu joydan olib kelgan simlarimizni hammasini uladik mana. Hop, HP dahmaydi. Zip. Hop. Ikkita DC avtomat va bitta 60 amper AC avtomat. Mana bu invertorga qo'yilgan. Xudo xolasa ishlarimizni ko'rasiz, baho berasizlar. Mana hamma yoq joyida, chotki. Mana ishlatdik. Hozir u ishda sababi quyosh yo'q. Telefonlarga ulab, Wi-Fi'larni ulab ishga tushirib berdik. Xo'p, zazivleniyalarni mana shu joydan olib kelib, bu chekdan olib chiqib, mana bu yoqqa olib kelganmiz. Mana shu joydan olib kelib, mana yerdan o'tkazganmiz mana shu joyda. Ishtiraba qilib. Mana shu joyga urib yopib qo'ydik ustini. Xolasa yig'ishtiramiz narsalarimizni. Mana. Hammasi joyida, lishni o'zib turgan simlarimiz yo'q. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Xizmatlarimizga alohida baho berib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.